Bu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Do'stim, niyat qilaman, yoqsa kanalga obuna bo'lasiz. Bismillah. Mana shu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz bilan bugunda o'zi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tushlaringizda ko'ring do'stim. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin. Jannatlarda boshlaringizga toj kiydiradigan farzandlardan chiqsin do'stim. Bu shunchaki niyat qilyapman, amin deb yozib keting. Inshaalloh ushbu niyatlar sizga yondosh bo'lsin. Amin deb yozgan insonni 10 yelkasidagi farishtalari savob daftarlarini to'ldirib tashlasin. Do'stim, qarang, arab alifbosini bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlaysizmi? Ko'rib turgan kitoblar 6 ta kitobda bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, ya'ni kim Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgan. Bir tomonida arabcha bo'lsa, bir tomonida kiril alifbosida bo'ladi. Bir tomonida Qur'onning tafsiri bo'ladi. Ko'ryapsizlar, nihoyatda tiniq holatda yozilgan. Undan tashqari hadislar, oyatlardan jamlanma bo'lsa, e'tibor beringlar-da, yana sizlarga to'liq holat tushuntirib beraman. Misol Nos surasi bo'lsa, qachon nozil bo'lgan, qayerda nozil bo'lgan, necha oyatdan iborat. Undan tashqari boshlang'ich muallim sor bor. Kitobimiz shunchalik boyki, kitobimizni o'zingiz bilan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonga olib ketsangiz bo'ladi. Sababi litsenziyalari bor. E'tibor berasizlar, hamma narsasi qonuniy. Kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun Rossiya bo'ylab qolaversa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz birodarim, 99 kodi bilan 789 96 06 raqamlariga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ahlan va sahlan.